Jo'xaning qishlog'ida hamma yoq tinch va sokin edi. Lekin Jo'xa sirli soat topib oldi va muammolar boshlandi. Ertalab bo'pti-ku. Barchaga salom alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videodasiz. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki bugun qishloqda nima sarguzashtlar bo'lishi o'zimga ham qiziq. Menimcha sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak, o'shaning uchun oxirigacha ko'ringlar demoqchi edim. Hop, bobom uyda yo'q, nimagadir bilmayman, qayergadir ketgan shekilli. Balki uyda ham bo'lishi mumkin. Hozir esa men har doimgidek o'zimning legendarniy ishimdan biri bo'lgan polsdan tozalashni boshlayman. Chunki bu ishni o'zi to umrimning boshida boshlagan bo'lsam, umrimda oxirigacha shu ishni qilyapman o'zi. Xo'p, ana endi bularni tez-tez yig'ishtirib olsam, keyin esa narik polsga o'tsam bo'ladi. Narik polsda ham anchagina hosil pishib qolgan, chunki bilasizlar, ikkita polsni ham yaxshilab parvarish qilaman, o'shaning uchun hosillar zo'r bo'ladi. Mayli, hozir birinchi buni yig'ishtirib olaylik, keyin soliq to'lash kerak ekancha, ancha vaqtdan beri soliq to'lagan yo'q. Voy, ayniqsa 97-qishloqda nima deyotganimni o'zim ham bilmayapman. Xato Pro Max gapirib qo'yibman, bor. Mayli, hozir tars ekib chiqishim kerak bu narsalarni. Lekin hayronman, nimaga shu ekib chiqqandan keyin siraz o'sib chiqaveradi. Bizda o'zi asosan bir yilda bir marta yoki ikki marta hosil olish mumkin-da. Lekin bu siraz o'sib chiqadi. Bir yilda 5-6 marta, 15 marta, 20 marta hosil olsa bo'lasizlar, deb shunaqami? Yo'q, sizlarda unaqa emas menimcha, chunki u menda faqat shunaqa. Stop, bu qanaqa soat bo'ldi? Tushunmadim. Bu kimning soati? Ishlamayapti-ku. Soatni ko'rsatmayapti, qotib qolgan. Menimcha batareykasi tugab qolgan shekilli. Buni hozir chekkaroq qo'yib qo'yish kerakmi yo shu yerda tura qolsin, biroq uni soatini nima qilaman teginib. Egasi kelib qolsa, keyin dabdala bilan o'n jetilmay kelyapti. Jo'xa. Ha, nima deysan? Menga bel kuragingni berib tur, yangi soat oldingmi? Yo'q, bu meniki emas. Mayli, menga bel kuragingni berib tur, ishlatib olib kelib beraman. Bo'pti, hozir kutib turaymi, olib chiqaman. Xo'p, tezlash. Mayli, tak. Belkurak bo'lsa belkurakda ishlatishga olib ketar ekan shekilli. Atapormas belkurak dedi. Nima ish qilar ekan, bilmadim. Tak, hoy jetel, nima qilasan belkurakda? Yerni ag'daraman. Bog'dorchilik bilan shug'ullanmoqchimisan? Yo'q, prosta ag'darmoqchiman. Nima uchun ag'darmoqchisan? Shunchaki kerak bo'lyapti. Belkurak topga jinnimisan? Hoy tentak, belkurak topga tashab ketyapsan. Jinni bo'lib qolganmisan? Nima balo? Hozir olib ketaman, kutib tur. Mayli, tez kel. Bo'pti, mana boryapman hozir, to'xtab tur. Mana yerda bitta narsa tushib qolgan ekan, o'sha yerga oldim bahorada. Tushib qolgan bo'lsa olib ket, mana uni ham tashab ketyapsan, jinniga o'xshab. Bo'ldi, olib kel. Lekin men soating menga juda ham yoqdi, chiroyli ekan. O'zimga ham yoqdi, lekin birovning soati bu. Seniki emasmi? Yo'q, meniki emas. Birov tashab ketgan ekan, bilmayman, egasini topa olmayapman. Tushunarli. Bo'pti-da, undaga. Mayli. Tak, hozir men poliz ekinlarni tez yig'ishtirib olsam, keyin boshqa ishga o'tsam bo'ladi. Menga ham yordam bersang zo'r bo'lardi lekin. Yo'q, yordam berishga vaqtim yo'q to'g'risi. Ko'rda, mayli, lekin baxillik yaxshi emas. Bilaman, lekin bo'lmasa ham menga yordam ber. Yo'q, men ketdim, ishlarim bor. Bo'pti, o'zing bilasan. Baxil deydi, o'zi baxillik qiladi. Xo'sh, hozir hozir tozalagandim, bilmay qaytadan paydo bo'lib qoldi bu poliz, tushunmadim. Mayli, nichivo. Mana shu eshik to'g'risini aytsam juda ham jo'ramga tegdi. Mana shu eshik menimcha aybdor. Mana shu hozir nima deb polz ekinlarni qaytib qolishiga juda ham ko'p tilimda biraklik hosil bo'lyapti. Ya'ni xato aytib qo'yishlar. Bu narsani tuzatmasam sizlar uchun juda qiyin bo'ladi. Chunki sizlar mening gapimga tushunmaysizlar, yo tushunyapsizlarmi? Kommentariy yozib qoldiringlar, chiqarib tushunyapsizlarmi yo'qmi? Men esa to'g'risini aytsam o'zimning gapimga o'zim tushunmayapman. Sizlar tushunayotgan bo'lsanglar menga tushuntirib yuboringlar. Вообще tushunmayapman. Hop, mana bu eshik juda ham jonimga tegib ketdi, qaranglar. Ochilib turibdi, lekin ichida o'ti bo'lmayapti. Xo'sh, ana endi nima qilsam ekan? Mana soatni nima qilsam bo'ladi? Shu yerda turaversinmikan? Uyimga kiritib qo'yaymikan? Mayli, uyimga kiritib qo'yaymikan? Yo'q, tursin, mayli, hozircha kerak emas. Chunki agar mana olib qo'yayin, shu ko'chada turmasin, asabimni buzyapti, bor, porzimda oldida turib. Egasi kelib so'rasa berib yuboraman, uyimning ichida turadi. Hop, qayerga qo'yib qo'ysam bo'ladi? Mana shuni ustida tursin, mayli. Chunki, qo'limga buni nima olib bordim? Bo'ldi, takva. Yana olib boribman. Qish qo'yib yuboribman. Bunday qo'yish kerak shekilli. Mana shu soat yomon asabni buzib yubordi. Yaramas soat vachche. To'xtama, uni qanday qo'ysak bo'ladi? Hozir bitta sakrab turib qo'yib yuboraymikan? Mana, okey, chotga. Lekin bo'ldi, mayli, normal, shu holatda tursin. Mana qo'yish kerakmikan? Okey, qani? Baribir yana shunaqa tushib qoldi. Nechiva bayli shunaqa tursin, taporim qani sindirib yuboraymikan buni? Sindirib olib qo'ymasam shunaqa qilib baribir qiyshiq turaverar ekan. Okey, bo'ldi, все. Endi ustiga mana soatni qo'yib qo'yamiz qaytarib. Boshqa joyga qo'yib qo'yamikan, mana shu yerda turib tursin. Xo'p, ana endi nima qilsam ekan? Mana soat chiroyli ekan, lekin ishlamayotgani yomon bo'lyapti. Soat vaqtni ko'rsatmasa nima kerak menga?
Mayli turibdi, mana shu yerda chiroyli o'tiray, egasi kelsa berib yuboraman onasi demsam. Tak, eshik taqilyaptimi? Voy Jo'xa. Jo'dgar xo'lay, nima qilyapsiz bu yerda? Korotchi mana soat meniki edi. Tegmadingmi? Yo'q, qanaqa tegmadimmi? Ushlab ko'rmadingmi? Uyimga ushlab kirgizdim-da. Obbo, dabdala bo'libdi-ku. Xamayli senda qola qolsin endi. Nimaga? Bo'pti, hech narsaga. Men ketdim. Ayting axir. Yo'q, hech narsa bo'lmaydi. Bo'pti. Tushunmadim, nimaga bunaqa deyapti? Bu soat bu kishining o'zini olib ketma, menga berib ketdi. Hayronman. Olib ketsa bo'lardi-ku. Menga вообще-то keragi yo'q. Xo'sh, hozir nima qilsam ekan? Mayli kirib o'tirib turay uyimda, chunki g'irt bekorchilik, ish qilishga ish yo'q. Mana soat lekin nimasi g'alati? Nimaga tashab ketdi? Menga hayronman. Balki tashab ketmasligi kerak. Belkuragimdan ana jitelga berib yuborgandim-ku. Tushunmadim, qanaqasiga uyimda paydo bo'lib qoldi. Hayronman. Belkuragim uyimda bo'lishi kerak emas-ku. Yana jitel kelyapti yana. Tushunmadim. Jitel, voy Jo'xa, menga belkuragingni berib tur. Bergandim-ku senga, tentak. Qachon berding? Hozir ertalab bergandim. Yo'q, berganing yo'q, tentak bo'lma. Berib yubor. Ishlatib olib kelib beraman, qo'rqma, sindirmayman. Rostdan bermadimmi? Yo'q, berganing yo'q, jiddimisan? Bo'pti, hozir beraman, to'xtab tur. Lekin mana olib bor ishlatib tezroq olib kel. Bo'pti, hozir olib olay, kutib tur. Tak, bo'ldi, bo'pti, hozir olib kelib beraman, qo'rqma, sindirib olmayman. Bo'pti. Lekin qara, agar sindirsang ko'rasan mendan. Bo'pti, sindirmayman, vahima qilma. Rostdan ham senga bergandim-ku ertalab. Yo'q, berganing yo'q, jiddimisan? Jiddi bo'lma. Lekin qanaqasiga axir senga bergandim o'z qo'llarim bilan, nahotki? Yo'q, sen aniq adashyapsan, tushundingmi? Sen tentak bo'lib qolyapsan. Bo'pti, men ketdim, korotchi. Bor. Lekin rostdan ham senga avvalroq bergandim-da. Yo'q, tentak, boshqa kishiga bergandirsan balki. Yo'q, aynan sen eding. Bo'pti, men ketdim, korotchi. Obunachilar rostdan ham shu jitelga bergandim. Esinglardami? Esinglarda bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. Ha, berganding deb. Lekin to'g'risi bergan bo'lib turib, qanday bermagan bo'lib qolishi mumkin? Belkuragim qanaqasiga berib yuborgan bo'lsam, uyimda paydo bo'lib qolishi mumkin. Men shunga hozir hayron qolyapman. Mana shu yerda turgandi, hozir yo'q. Demak, nimadir bo'lgan shekilli, bilmadim. Mana shu yerda hozir paydo bo'lib qoldi. Lekin men berib yuborgandim, bilmadim. Tavba. Yana paydo bo'lib qolibdi, tushunmadim. Tushunmadim, nima bo'lyapti? G'alati, mana shu soat nimadir qilyapti shekilli. Vaqt orqaga qaytib qolmayaptimi? Agar orqaga qaytib qolayotgan bo'lsa, dabdala bor, nima qilaman endi? Yo'qolib qoldi yana. Hozir shu yerda bir paydo bir yo'qolib qolyapti. Hayronman, nimaga bunaqa bo'lyapti? Ana jitelga berib yuborgandim. U hozir jitel olib ketgandi. Endi yana qaytarib olib kelib bermasdan turib uyimda qanday paydo bo'lib qolishi mumkin? Yoki shuni o'zi aldayaptimi jitelni olib kelib turib qo'yib ketib, yana kelgandan keyin paydo bo'lib qolyapti. O'shanda qilyapti. Mana shu soat boshqa joyga olib borib siltashim kerak. Menimcha Janommerdan so'rab kelganim ma'qul. Chunki Janommerga olib borib bersam hozir Janommer bilsa kerak. Chunki u ancha vaqtdan beri yashaydi. Janommer bilsa kerak. O'rmonga tashab kelsam ham bo'ladi. Hozir uni uzoqroqqa tashab kelayin, borib Janommerdan so'rayman keyin qanaqa soat ekanligini. Xo'p, qayerda tashlasam, uzoqroqqa borib tashlash kerak. Chunki bu yaqin atrofda qoldiradigan bo'lsam, kimdir topib oladigan bo'lsa, o'sha topib olgan odamda ham shunaqangi holat bo'ladi. Bo'ldi, yaxshisi shu yerda tura qolsin. Bu kimnidir hayotini barbod qilib yuborishi mumkin. Men hayotimni barbod qilgandek. Men hayotimni barbod qilganim yo'q, prosta tak hayron qoldirib tashladi. Ana u jitel 2-3 marta kelib mendan belkurak so'ragani juda ham alam qilarli hodisa bo'ldi. Chunki ko'ryapsizlar, uyimda turgani yo'q, berib yuborganman, lekin yana qaytib uyimda paydo bo'lib qolyapti belkurak. Juda ham g'alati, вообще g'alati. Shu eshikka nimadir tiqilib qolyapman, bilmasam. Hop, stop. Tushunmadim. Hozir soatni olib borib o'rmonga tashib keldim-ku. Nima yana bu yerda paydo bo'lib qoldi? Yo'q, toshni nimadir bo'lyapti. Aniq bu soat meni nimadir qanaqadir muammolarga tiqib tashladi. Hozir borib Janommerdan so'rashim kerak. Janommer aniq biladi 100%. Hozir aytaman, to'liq tushuntiraman Janommerga shunaqa bo'layotganini. Yo'q, juda ham yomon bo'lyapti. Nimaga soatni menga tashab ketdi? Olib ketsa bo'lardi-ku, yaramas jodugar. Hozir Janommer, assalomu alaykum. Va alaykum, ke Jo'xa, nima gap? Korotchi, ertalab turganim polizimni yo'lda bitta soat turgan ekan. Mana bu soat. Keyin bu soatni olib turib, olganim yo'q birinchi. Keyin bitta jitel kelib belkurak berib yubordim. Keyin soatni uyga kiritib qo'ygandim. Belkuragim qaytib paydo bo'lib qoldi. Yana jitelga belkurak so'radi. Yana berib yubordim. Keyinchalik yana kelib so'radi. Olganim yo'q deyapti. Keyin buni borib o'rmonga tashib kelgandim. Yana qaytib uyimda paydo bo'lib qolibdi. Bilmadim, men bunaqa holatga duch kelmaganman. Mayli. Yaxshisi kimdan so'rasam ekan? Tushunmayapti, obunachilar. Sizlar tushunayotgan bo'lsanglar, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men вообще-то aqlim yetmayapti, to'g'risini aytsam. Menimcha bobomdan so'raganim ma'qul, chunki bobom aniq biladi bunaqa narsalarni. Yoshi qariq odam, ancha vaqt oldindan beri bu narsalarni ko'rib katta bo'lgan.
Yo'q, bu soat nimadir shu yerda tura qolsin mayli, nima bo'lsa ham iloji yo'q. Buni hozir shu yerda qoldirib ketmasam, yana shunaqa bo'lishi mumkin. Soat ozgincha siljiganga o'xshayapti, lekin bu soat ishlamasdi-ku. Hozir internetdan izlab ko'raman ma'lumotlarni yaxshisi. Tak, yaxshi. Telefonim kelyaptimi? Alo, eshitaman. Jo'xa, nima gap, nima bo'ldi soat? Soat so'z bo'lmayapti, tushunmayapman. Bo'pti. Bobomning yoniga borib kelayin tinchgina. O'sha bobom biladi. Bobom, mana bobom ishga qayergadir ketyaptimi bobom? Bobo, qayergadir ketyapsizmi? Bolam hozir garajda nima edi hozir? Ketyapman garajga bolam. Qayoqqa ketyapsiz bobo? Nari qishloqqa hozir boshim og'rib qoldi. Kelib bitta quchoqlaysan. Bolam. Bobo, lekin menda bitta problema bor. Qanaqa problema? Bitta soat topib olgandim. Vaqt o'rniga qaytib qo'yapti. Qanaqasiga vaqt o'tib qolib qoladi? Mana ularni olib ishlatsan. Uyingizni kalitini ham tashlab ketyapsizmi? Shunaqa. Mayli, lekin bobo, ana soatni nima qilay? Bilmadim. Soatni yo'qotasan, biror joyga yo'qotmasang sen bola yo'qolib ketsan. Sen vaqt oralig'iga tushib qolgansan shekilli. Vaqt oralig'iga? Vaqt oralig'iga tushib qolgansan. Bu esa juda ham yomon degani. Sen bitta narsani qayta ko'raverasan endi. Nima qilsam bo'ladi? Titib tashlaymi soatni? Yo'q, tutishingni maslahat bermayman. Shunchaki uni qayoqqadir borib yashirib qo'y. Ya'ni qo'ysang menimcha qaytib chiqmasa kerak. Lekin baribir o'rmonni ichiga tashlab kelgandim. Qaytib uyimda paydo bo'lib qopti. Nima qilsam bo'ladi? Bobo, tushunmayapman baribir. To'shnasam bilmadim bolam. Senga kim berdi soatni o'zi? Jodugar kampir berdi. Bu sehrlangan soat. Jodugarni o'ziga qaytarib berish kerak. Mayli, lekin o'zini qayerdan topaman? Yo'qolib qoldi-ku o'zi. Bobom ham qochib ketdi. Nima qilsam ekan, obunachilar tushunmayapman to'g'risini aytsam. Yo'q, nimadir g'alati, lekin nimaga bunaqa bo'lyapti tushunmayapman. Bobomni tak uyiga kirib hozir bir ikkita narsalarni ko'rib chiqay. Bobomning uyida bo'lish kerak, shunga oid qanaqadir kitoblarmi, nimadir narsalar. Lekin bobomning uyida kitob yo'q, kitoblarni ham olib ketgan shekilli bobom. Notebookida nimadir ko'rib o'tirgan ekan, yaxshi narsa emas ekan, lekin qayerdagi yomon kinolar ko'rib o'tiradi bobom. Hayronman, nimaga bunaqa qiladi? Mayli, hozir yaxshisi o'sha soatni nimadir qilishim kerak-da. Obunachilar nima qilishni maslahat berasizlar? Kommentariy yozinglar va eshitni quflab qo'ying, chunki bobomning uyiga kimdir kirib oladigan bo'lsa dabdala bo'larki. Tak, hozir bu mana shu yerga hozir izumrudlarni joylashtirib qo'ying, chunki izumrudlarni jetillar ko'rib qoladigan bo'lsa dabdala bo'ladi. Hop, mana shu yerda tura qolsin. Bo'ldi. Bu yerdagi blokni qaytarib shu yerga qo'yib qo'yaman. Mana chotga. Endi mana shu soatni nimadir qilish kerak. Xullas, bu yerdan olib tashlayman. Olib borib musorga tashlab yuboraymikan? Bu musorda ham turmaydi, qiziq. Mayli, shu yerda tura qolsin. Jodugar kampir kelgandan keyin jodugar kampirga berib yuboraman, olib ket deyman bu narsani deyman.